Bugun 25-may ekan. Bir pasda maktab bitirganimga necha yil bo'ldi? 2015 yilda. 12 to'g'ri hisobladim. Men 9ni bitirib chiqib ketganman. Keyin 2 yildan keyin 11 bitirishga borganman. To'yib bormaganman, chaqirishgan bormaganman. Keyin anaqa borganman, bitiruv kechasiga borgan. Ertalabdan hamma o'zi ham shu singlisini, ukasini maktabiga boribdi. Men hech qayerga bormadim. Ertalabdan turib ubotani qildim. Drain effektni ichib oldim deb. Kokteyllarni ichib, ko'chaga chiqib ketishim kerak. Bugun ishlarim juda ham ko'p. Bu drain effektni anorlisiman-da. Qaranglar. Hech buni kanda qilmayman. Bir necha yildan beri faqat drain effekt ichaman. Bu ikki xili bor, bilasizlar. Keyin mana endi srazu oz shahid etib o'tib ketay. Kecha misol men xonim yedim. Dietada bo'lgan bo'lsam ham, oyim xonim qilgan ekanlar, xonim yedim. Lekin kaloriyasini albatta o'lchab yeyman. Dietada bo'lganlar shunaqa ichishadi. Uncha ko'p kokteyl ichmayman, lekin